Bugun Andijon shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'i haqiqiy bayramona tus oldi. Bu yerda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Bog'ning har bir manzili Bobur va Boburiylar hayotiga oid ma'lumotlar, suratlar va yozuvlar bilan bezatildi. Ularning har biri hamyurtlarimizda Shoh Sulton haqidagi yangi ma'lumotlarni o'zida ifoda etdi. Tadbir ishtirokchilari dastlab Bobur haykali poyiga guldastalar qo'ydilar. Shundan so'ng Boburning ramziy qabri ziyorat qilinib, hayoti va ijodiga bag'ishlangan muzeyga safarlar uyushtirildi. Minglab ixlosmandlar shu kuni Bobur g'azallaridan misralar o'qidilar. Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomiga bag'ishlangan katta bir tantanali tadbirimizda barchamiz ko'tarinki ruhda qatnashmoqdamiz. Shu sababdan Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining barcha vakillari tomonidan keng ko'lamda ko'tarinki ruhda o'tkazishga bel bog'ladik. Bugungi tadbir barchamizga qalbimizda joy bo'lib qoldi. Keng qamrovli bayramona ushbu tadbirda Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mehnat jamoasi ham faol ishtirok etdi. Ular tomonidan Bobur g'azallari takror va takror o'qilgan bo'lsa, hayoti va ijodiy faoliyatiga doir ma'lumotlar o'rtoqlashildi. Oyog'im o'tsam, yechgay arsh to'g'ri boshim, dastirgay davlatim, garsaygim mahvoshim. Oyog'im har necha, bormog'imdir ostoningga